10 yil oldin Stamp ismli ushbu YouTuber qandaydir yo'l bilan oddiy Minecraftda harakatlanuvchi suvosti kemasini boshqarayotganini aks etgan videoni joylagandi. Ammo keyinchalik u buning shunchaki montaj ekanligi va afsuski haqiqiy emasligini ko'rsatdi. Lekin yoshligimda buni tomosha qilganimda juda ham ajoyib deb o'ylagandim. To'g'risi, o'sha vaqtdan beri Minecraftga ko'plab redstone materiallar qo'shildi. Bugun men endi Minecraft dunyoyimda haqiqiy ishlaydigan suvosti kemasini qurmoqchiman. Uni ulkan qilaman va undan haqiqiy suvosti kemasidagi barcha narsalar bo'ladi. Masalan, oshxona, yotoq, ferma, ombor, raketalar, ya'ni barcha narsalar bo'ladi. Shunday ekan, men okeanda mazza qilib sayohat qila olaman. Qani ferverklarni olamiz va yaqin okeanga uchamiz. Uni shu yerda qurish ayni muddao, chunki fermalarimning bir qismi narigi tomonda joylashgan. Men har doim o'tda u yerdan bu yerga qaytib kelaveraman. Keling, ulkan kemamning konturini chizamiz. Yo'q, shunchaki hazillashdim. Bu uning 100 dan 1 qismi xolos. Va bu esa suvosti kemamning asl o'lchami mana shunday bo'ladi. Hazillashmagandim. Bu uchundan ham ulkan bo'ladi. Umid qilamanki, uni qurib bo'lib, uni ishga tushirganimda o'yinim qotib qolmaydi. Ikkinchi qadamimiz esa butun kema konturi bo'ylab vaqtinchalik tuproq devorlar qurish va shimgichlar yordamida, ya'ni gubkalar yordamida quritish bo'ladi. Axir tushunasizlar-ku, men suv tagida suvosti kemasini qura olmayman-ku axir. Qachonki tugatsak, suv bilan to'ldirib, uni ishga tushiramiz. Men soatlab vaqtimni suv chiqarishga sarflar ekanman. Keling, sizlarni o'ylantiradigan savollarga javob beray. Qanday qilib bu ulkan suvosti kemasini shunchaki redstone qo'shish orqali ishlatmoqchisiz? Bu aql bovar qilmas darajada murakkab emasmi? Xo'sh, menda yaxshi g'oya bor degan umiddaman. Bir yil oldin o'z kanalimda Minecraftda ishlaydigan samolyot qurish haqida video olgandim. Buni amalga oshirish uchun eng zo'r Minecraft redstonechi Pinguinini yollaganman. Lekin baribir u ishlamasligi ehtimoli bor edi. Samolyot korpusini qurib bitkazgach unga yubordim. Keyin u kirib bunga barcha redstone narsalarini qo'shdi. Va baxtimga u ishladi, lekin buni qurishga $500 ketdi albatta. Keling, unga xabar yozib, suvosti kemasini yasash imkoni bormi so'rayman, chunki nafaqat samolyotdan ancha katta, balki suv ostida ham harakatlanish kerak va shunchaki oldinga yurish o'rniga suvosti kemasi oldinga va orqaga yurish ham kerak. Yaxshi. Men urinib ko'rinishim mumkin, lekin bu qimmatga tushadi. $1,500 albatta. Mayli, to'g'risi. Shunchaki kontent demayman-ku, sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz tufayli men mana shu $1,500 ni mana shu suvosti kemasi uchun ishlataman. U yana Minecraftda ishlamasligi ham mumkin va yana buni hech qachon hech kim qilmagan. Endi ortga yo'l yo'q, lekin bu endi jiddiy ish. Madomiki ushbu videoga shuncha pul sarflayapmiz, men suvosti kemasini iloji boricha eng zo'ri qilishim kerak. Suvosti kemasini a'lo darajada qurish uchun 4 ta asosiy qadam bor. Birinchisi, kemaning butun tashqi qismidan qurish. Uni mutlaqo ajoyib va batafsil ko'rinishga keltirish kerak. Ikkinchisi, uni Pinguiniga o'z redstone sehrini ishlatish uchun yuborish va umid qilamanki, qandaydir yo'l bilan uni ishlatish yo'lini topadi. Uchinchisi, Pinguini yuborgan chizma asosida barcha retsuvlarni o'rnatib chiqish. To'rtinchisi esa eng sevimlisi interyerni qo'shish va barcha narsalarni joylash. Va nihoyat oxirida biz kemani sinovdan o'tkazamiz va haydaymiz. Albatta, jarayon davomida men do'stim Kelni uning reaksiyasini ko'rish uchun taklif qilaman. Men sidirdim, nima, ishlamayaptimi? Demak, tashqi ko'rinishni mana bu qora bloklardan yasaymiz. Men shunchaki butun konturni ular bilan almashtirib chiqaman. Men uchun suvosti kemasini ikki xil rangga ajrataman. Butun yuqori qismi sariq rangda, butun pastki qismi esa oq rangda qilmoqchiman. Ishoning, ishonmang, buni hammasiga 5 soat ketdi. Bilaman, u hozir biroz g'alati ko'rinyapti, lekin ishoning, biz quyidagi detallarni qo'shganimizdan so'ng u dahshatli ko'rinishga keladi. Orqa tarafdagi qanotlardan boshlaymiz. Bir xil rangda bo'lishini o'rniga ularni to'liq qora va yarim bloklar yordamida biroz qalinroq qilaman. Qolgan ikkitasini ham shunday qilamiz. Shuningdek, ularni yanada aerodinamik qilish uchun zinapoyalar ham qo'shaman. Bilmadim-u, lekin menimcha bu ancha yaxshi ko'rinyapti. Ikkinchisi bu tepadagi narsa. Nima deyilishini bilmayman. Avval pastki qavatdagi sariq bloklarni oq rangga almashtirmoqchiman, xuddi kemaning pastki qismida qilganimizdek. Menimcha yaxshi ko'rinyapti. Keling, o'rtadagi qora chiziqlarni olib tashlaymiz. Shunda u yerga oynalarni qo'sha olamiz. Mana shunday. Balki atrofiga qora hoshiya tortarmiz. Mana shunday. Va yana old tarafidan oynani qo'shmoqchiman. U burilish kerak, ya'ni dumaloq bo'lib buriladi. Nimaga men buni g'alati gaplar gapiryapman? Va nihoyat tepasiga quvurlarni qo'shamiz. Bolalar, bu kema tumshuq emas va biz buni bu yerdan boshqarmaymiz. Keling, buni to'g'irlaymiz va old tomoniga ko'proq detallarni qo'shamiz. Bu yerda men ulkan oyna bo'lishini xohlayman. Shunda haydash paytida okeanni tomosha qila olamiz. Mana shunday ichkari tomon ko'rinishga ega bo'ladi. Atrofiga qora hoshiyalarni tortib, oynani yanada chiroyliroq qilamiz. Old qismiga yana detallar qo'shamiz. Unga faralar kerak, chunki okean juda qorong'u bo'ladi.
Keling, mana shu suv osti danjiga kiramiz. Umid qilamanki, ular qarshi emas. Yomon effekt qo'shishlaridan oldin tezroqqa qaziymiz. Qazishni sekinlashtirish mazza. Yo-mayo. Bratishka, qani bu yerdan yo'qolchi. Yon ikkita tomonga qo'yamiz. Balki tepaga ham mana shunday qo'yarmiz, ha? Ha, juda ham zo'r. Keyin men butun sariq tana qismini bezab chiqishim kerak bo'ladi. Juda oddiy ko'rinyapti. Shuning uchun men bambuk taxtalari, zinapoyalar va yarim bloklarni yasab olib, kerak deb bilgan joylarimga qo'shib chiqaman. Bambuk taxtasi biroz sarg'ish ko'rinadi, to'g'rimi? Aslida bu yaxshi ko'rinyaptimi yoki yo'q bilmayman. Mayli, bambukni qo'ya turaylik. Menimcha sariq betonning bir qismini sariq terakotta bilan almashtirib ko'rsam kerak. Shunda u biroz detallarga ega bo'ladi. Umid qilamanki, bu uni biroz chiroyliroq qiladi. Ana bo'ldi, tepa qismi ancha batafsil chiroyliroq bo'ldi. Pastki qismi uchun shunchaki yarim bloklar va shunga o'xshash bloklarni qo'yib chiqamiz. Qo'shilgan so'nggi detallar menga bu qora chiziqlar juda yoqayapti. Lekin ba'zi joylarda ularni biroz qalinroq qilaman. Shunda ko'rish osonroq bo'ladi. Ha, bu ancha chiroyli ko'rinyapti. Keling, buni barchasini kerakli joylarda qilib chiqamiz. Ichkariga kirish uchun bizga eshik kerak bo'ladi, albatta. Yo'q, hazillashdim, bu yerdan umuman kira olmaymiz-ku. Albatta, ichkariga kirish uchun albatta mana bu tepa qismdan kirishimiz kerak. Ha, tepa qism nima deyilishini men bilmayman. Keling, eshikni shu yerga qo'yamiz. Ajoyib. Pastga tushishning yaxshi usuli. Pingu buni qanday qiladi bilmayman. Uslubga mos bo'lishi uchun temir lyukdan foydalanamiz. Ana bo'ldi. Bu ichkariga kirish yo'li. Eng yaxshi tomoni shundaki, kirish uchun suv ostiga tushish shart emas, chunki bu qism suv yuzasida bo'ladi. Va oxirgisi yon tomonlariga oynalarni qo'shamiz. Men ko'p qo'shmayman, faqat old qismlariga bir ikkita xolos. Va shu bilan birinchi qadamni yakunlaymiz va videorolikni ham shu yerda tugataman. Agar sizga albatta yoqadigan bo'lsa, albatta davomini, ya'ni polni oxirgi qismlarini albatta chiqarib yuboraman. Shuning uchun like va obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan esa tarjimon ajoyib tarjimon bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.